Xudo xolasa bir tomonimiz bitdi. Xo'p. Chotki ko'rinishlari. Bu ham qo'l kesmaydigan qilib ishlab chiqdik. Tekis qilib. Soqollarimiz ham joy-joyida, sentrga o'rnagan. Pastiga lenta quyib yubordik 10 da. Ko'rinishiga pasatga ishladik. Ozmoz. Zadan kirishda ham allambalo bo'lib turibdi. Ajoyib ko'rkam bo'lib. Manalarda ham mana harakat ketyapti. U tomonlarga kuyib bo'lindi mana. Sekin ochit-mochit. Mana pashti bo'ldi hisob. Ikkita stoykani qo'ysam, perilama muammo emas, xudo xolasa.